Chenjun, mashinaga o'tir. Bizda topshiriq bor. 何为优雅？ Chevrolet Cobalt MG7 Номер匠 один 心演绎 Cobalt 机械 Legenda 美学。 Ushbu anime Telegramdagi Meduza Dubbing kanalida to'liq yakunlangan. Jun. Chenjun. Hammaga salom. Men Chenjunman. Muhabbat jangiga kirish arafasidaman. Shenchenning otasini topish uchun boshqa dunyoga borib, Lolita ajdar bilan jang qildi. Noma'lum qiz esa men bilan xotirasini bo'lishdi. Chenjun, axir men oddiy talaba edim. Jin o'rgurlar oddiy hayotimni barbod qilishdi. Endi esa men jangga kirishim kerak. Ikki tarafimda ikki jonon bor. Kimdir menga yordam bersin. Uni silkitishni bas qil. Istasam silkitaman, senga nima? Menga aloqasi yo'q. Ammo sinf tarbiyaga rioya qilishi kerak. Jun, shunday vaziyatda ham uxlab qoladimi ya? Qiziq yigitsan-da, Chenjun. Sen kimsan o'zi? Uni qayerdan taniysan? Qiziq savol. Men buni sendan so'rashim kerak. Sen kimsan? Qo'ydi qo'ltig'i. Chenjun, men kimman? Men hojatxonaga chiqib kelaman.就没留，凭什么拯救这最远的宇宙？虚空生物，未觉醒的时候，实力烂透，连将未知的手势记忆足够，才个个远走。但即使没关即使绝不退后，不愧世界里最佳盟友 Go。希望指引方向，心里向往自由，复习那崛起之路 ，We all know。设身之内，天地真理都在我手，去拯救宇宙。Let's go。 不惧星河下，世界的锋芒，对宇宙的向往，很倔强，寻觅着永恒，挣脱了迷惘，重返荣耀，有希望，有希望，有希望，有希望，有希望，有希望，绝对有希望。 To'rtinchi qism. Jun, bu qiz o'zi kim? Chenjun, javob berishing kerak bo'lgan savollar juda ko'p. Bu rostdan ham muhabbat jangimi? Landavur bola omadli ekan. Jag'ini yorgim kelyapti. Unday buqa qarash qilma. Nima uchun bilmayman, lekin juda jahlim chiqyapti. Hali tanishmasdan turib, uni rashk qila boshladingmi? Janob, Sikaro, to'g'rimi? Menga yordam bering. Chenjun, siz ikkalangiz qayerda tanishgansiz? Qanchalik kuchli o'lim aurasi, lekin men bularga shunchaki qarab tura olmayman. Kelinglar, endi darsga qaytamiz. Axir hozirgina yordam bermoqchi edingiz-ku. Imperatorchi, hozir senga kerak bo'ladigan yagona narsa hukmdor bo'lishni o'rganishdir. Tinchlan. Axir ular shunchaki yonma-yon o'tiribdi. Sizlar Buni keyinroq gaplashamiz. Ustoz, biz hojatxonaga birga chiqib kelishimiz kerak. Ha? Boraveringlar. Jun, Yur, tezroq. jon ursin.
Jon, nega yuguryapmiz? Nimaga yuguryapman? Albatta, Sandoradan qochyapman. Qani aytchi, nima bo'lyapti o'zi? Nima bo'lyapti? Hech narsa. Sen nima? Savolimga javob ber. Ha? Ayta olmayman. Lili aslida mening singlim emas. Men sariq sochli qiz haqida aytyapman. Men uni ikkinchi, yo'q, birinchi ko'rishim. Umuman begona. Hukmdor Sandora. Salom Pandora. Men shunchaki Chenjuni yangi hukmdor sifatida ustoz tanladimi deb so'ramoqchi edim. Hukmdorning ustozi va yordamchisi hozir ona sayyorani boshqaryapti. Ustozlik 7 yeringdan so'ng boshlanishi kutilmoqda. Xuddi o'ylaganimdek. Unday bo'lsa hozircha ustozlikni o'z zimmamga olaman. Imperator Sandora, bunga vakolatingiz bor, lekin buni hazratlarini o'zi shaxsan tasdiqlashi kerak. Muammo yo'q. Uni shu yerga chaqiraman. Shenchen xonim. Buni nega so'rayapsiz? U sariq sochli senga nima o'rgatmoqchi o'zi? U almashinuv talabasi. Xitoy tilini o'rganishda qiynalayotgandir. Shenshenni bunga aralashtirib bo'lmaydi. Imperatorchi, sizda bir iltimosim bor edi. Biroz tomga chiqib kela olasizmi? Agar noqulay bo'lsa, o'zim oldingizga boraman. To'xtang, biroz kuting. Hozir o'zim boraman. Tushundim. Men tushunaman. Hech narsa demasang ham. So'nggi kunlarda sen bilan o'tkazgan vaqtim davomida hammasini deyarli tushunib bo'ldim. Shen, men aslida Sen aslida yashirinib yurgan o'zga sayyoralik ekansan. Lekin o'zga sayyoraliklarning aloqasi bor. Unda nega noto'g'ri deding? Shen, hojatxonaga chiqib kelsam maylimi? Hozir juda qo'rqinchli bo'lding. Menimcha, endi chiday olmayman. Yo'q, xudo. Bunaqa narsada mendan ruxsat so'rama. Unda men ketdim. Nima bo'ldi? Nima gap? Katta aka, Imperator Sandora, imperatorchi, yana bir bor o'zimni tanishtirishga ruxsat bering. Men Sandora Kelvi Uelasisman, Yerin sayyorasining imperatoriman. Bas qilinglar. Nima qilishimni xohlaysiz? Qisqa qilib aytganda, bu yerga qo'lingiz izini qoldirishingizni xohlayman. Shunda sizga yaxshilab ustozlik qilaman. Chenjun. Shen. Bu o'yinchoq pichog'ing haqiqiydek ko'ringanda. Qayerda eding o'zi? Tepaga chiqib kelgandim. Yolg'on gapiryapsan. Tepada aniq nimadir bor. Tepada hojatxonadan boshqa nima bo'lishi mumkin? Shen hozir juda asabiy holda. Agar u Sandora bilan uchrashib qolsa, Shen. Attang sal qolgandi. Shen, tushuntirib beray. Eshitaman. Sandora aslida biz bilan oldin uchrashgan. Lili ham, Sandora ham Xeyrin imperiyasidan. Men esa o'sha imperiyaning hukmdoriman. Imperiya? Hukmdor? Ko'rinishidan biz katta tashkilot bilan ish tutyapmiz. Chenju, Xeyrin imperatori bo'lish seni qochib qutula olmaydigan taqdiringdir. Bu yerga nima uchun kelding? O'z vazifamni bajarish uchun. Jon, nima qilib qo'yding? Xavotir olma. Men unga faqat Gaja bilan bog'lanishni va ona sayyoraga qanday borish kerak ekanligini aytdim. Uning ustozi sifatida. Ustoz? Va qalbdoshi sifatida. Qalbdoshi? Unga hech qachon zarar yetkazmayman. Jon qachondan beri o'ziga qalbdosh topib qoldi? Menga ustoz bo'lish uchun
Mening ruxsatim kerak. O'zingcha ish tutma. Axir biz buni tomda tasdiqlamaganmidik? Imperator Chen. Meni tuzoqqa tushirishdi. Tomdami? Jun. Eng muhim paytda ham qochib ketasan. Bir nima desangchi. Alo. Chenjun. Hisobot berganingdan keyin darrov qo'ng'iroq qil demaganmidi? Qani qo'ng'irog'ing? Univerga kirib rosa erkalanib ketibsanmi? Hozir gaplasha olmayman. Ha, rosa band bo'lib ketibsan. Qiz bola sinfdosh topib, singlingni ham unutibsanmi? Chen qiyin. Senmisan? Men noto'g'ri tushunibman. Demak, sizlar biroz murakkab masala bu. Hozir o'zimni ham boshim qotib qolgan. Ana, Kapitan Lin kameralar ishlay boshladi. Qayerga g'oyib bo'lishdi? Biroz kuting. Mana ular. Bu ikkita qiz kim bo'ldi? Kapitan Lin, Ling Feng qo'ng'iroq qilyapti. Ko'taring. Hey, opa, yo'q, Kapitan Lin. Sizga yaxshi xabarim bor. Gapir. Bu tajriba haqida. Kristal tajribasi yaxshi ketmoqda. U allaqachon 7000 marta sinovdan o'tdi. Ehtimol yana 100 tachadan keyin natija beradi. Imkon bo'lishi bilan darrov sizga xabar beraman. Keyin esa 9 dumli otryad rahbari. Direktormi? Hisobotingiz tashkilot tomonidan ko'rib chiqildi. Qaror. Missiya darajasi ko'tarildi. Maxsus guruh tuziladi. Men rahbar bo'laman. Li Huye mening o'rinbosarim. Direktor, hisobotimda shuni so'ragandimki, bu missiyani faqat 9 dumli tulki otryadi bajarsin demaganmidim? Men baribir o'zim bajarishni xohlayman. Buyrug'imga qarshi chiqmoqchimisan? Bu safargi missiya boshqacha. Men baribir yolg'iz harakat qilaman. Sen yaxshi. Senga imkon beraman. Lekin tashkilot tamoyillarini unutma. Xo'p, janob. Voy, opa, sizga gap yo'q. Yangi yigitni yoqtirib qolmadingizmi? Sen esa energiya simulyatsiyasini davom ettir. Boshqa ishga burningni suqma. Xo'p. Opamga nima bo'lyapti oxirgi payt? Ha, endi tushundim. Jon hukmdor bo'ladimi, yo'qmi farqi yo'q. Muhimi hayotini saqlab qolishdir. To'g'ri. Opajon, sen juda aqllisan. Bu qalbdoshingni masalasiga kelsak. Menimcha Sandorani taklifini sinab ko'rishimiz kerak. Opa, bilasiz-ku, bu mantiqsiz taklif. Xavotir olma, jon. Men ham sinab ko'rishga arziydi deb o'ylayman. Yes. Donoligingga qo'yil, opa. Bu roziman deganingiz emas, to'g'rimi? Sinab ko'ramiz. Men rozi bo'lganim yo'q. Janob oliylari, bu faqat meni fikrim emas. Juda yoqimli. Pandora, menga yordam ber. Mayli, 1 daqiqada tugaydi. Bu ustoz vakolatiga kiradi. Aralashishga haqqim yo'q. Vahshiylar! Sandora, taklifingni yana bir bor tasdiqlaymiz. Bu xuddi tanga tashlashga o'xshaydi. Yiqilganda qaysi tomoni chiqsa o'sha tomon yutadi. Ha, to'g'ri. Lekin xavotir olma. Bu mutlaqo adolatli. Qanday deysanmi? Bechora uglerod asosli mavjudotlar har doim boshqalarga oson ishonishadi. Mayli, boshladik. Omad doim men tomonda. Men uni otaman. Hey! Oldi tomoni. Bu dunyoda barcha jismlar bo'ysunadigan qonunlar zarrachalar darajasidagi sabab-oqibat tamoyiliga bo'ysunadi. Shuning uchun sabab sifatida Chenjunni tashlab, kvant darajasidagi hisoblash quvvati bilan ozgina aralashib, men xohlagan natijamni olaman. Qiyin. Sen baribir yutqazasan. Bu nima? Qo'y. Kechirasan. Ajablanarli emas. Ular meni taklifimga rozi bo'lishgan. Yovuz uglerod asosli mavjudotlar.
Hoy, kapitan Lin, signal aralashuvi tobora kuchayib boryapti. Ling Feng qo'ng'iroq qilyapti. Ulaning. Opa, Necha marta aytganman. Bas. agar seni opa demasam, boshqa hech qachon ayta olmayman. Laboratoriyada katta portlash bo'ldi. Kristal juda beqaror holatda. Men shu yerda qolaman. Endi esa direktorga xabar ber. Favqulodda rejani ishga tushir. Jonim, ay! Bularni ko'rmaganing yaxshi. Oxir, hozir bo'layotgan narsa juda ham xavfli. Kenju, Lin Xuye, menga yordam ber. qiyin. Len shu ekan. Len bu. Nima qilyapsan? Favqulodda holat. Nima bo'ldi o'zi? Ochig'ini gapir. Kristal. Yaqinda kristal portlaydi. Kristal? Qaysi kristal? Bu kristal portlamaydi. Lekin juda xavfli narsa paydo bo'ldi. Noma'lum energiya kirib keldi. Beson nazoratni yo'qotdi. Bu tubsizlik energiyasi. Nimadir yomon bo'ladi. Ruxsat berilgan shaxs tasdiqlandi. Efir signali ishga tushirildi. Bu mening talabalik hayotimning oxirgi kuni. Efir. Opa! E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi qismlar albatta Telegramdagi Meduza Dubbing kanalida. 危黑暗将至，暴风将至，辉煌了文明，陨落尘埃。信念如深渊，摧毁在瞬间，历史的巨变，沉睡万年。奇迹般存在。